Assalamualaikum dostlar. Bugün benim yanıma Zinnur hem de indi Züberjet kelgenler. Keyifleriniz nişik? Evet, Allah'a şükür. Men sizning için bik şadmın matırlarım. Dersimizni boshlar oldindan sizdan so'raysim kela. Sizning Qozonimizda nindi fontanlar ko'rganingiz bor? Ham qayda ular o'rnashganlar? Qoban kulunda. Durust, Qoban ko'lida. Palgolkida kapı. Durust, Gorki parkında. Aferin, siz fontanlar turunda bik ko'p bilasiz ekan. Amana ne uchun fontanlar kerak deb o'ylaysiz? Qiziq bo'lsin için. İmatı bo'lsin için. Aferin. Fontanlar kishilarning ko'zga ham quloqqa ta'sir etar ekan. Fontanlarga qarab o'tirgan vaqtda kishi shahar ishindagi mashina, yo'l ishlari, kishi tovushlarini eshitmay tura birozga. Fontanlar yonida kishilar yol etalar, matur muzikalar tinglaylar, do'stlari bilan uchrashalar. Qushlar da fontanlar yonina kelib suv ichib ketalar. Bugün men sizga fontanlar turunda söylerman. Bugungi yasalma suluqlar bog'chalarining ayrilg'isiz bir ulushi bo'lib tura. Biz har parkda deyarli fontanlar ko'rishga mumkinmiz. Amana ilkigi vaqtda fontanlarni yosh ko'rib bo'lmagan, chunki ul vaqtda suv oz bo'lgan. Shuning uchun boylargina fontanlar yasata olganlar. Ag'odiy kishilar uchun bu bek qoti mo'jiza bo'lgan. Fontanlar islom san'ati ham arxitekturasining negizi bo'lgan. Eng matur fontanlarning birisi bilasizmi qayda bo'lgan? Ispaniyaning Algambra ismli parkında Arslanlar bog'chasida o'rnashgan. Haligi fontanni Muhammad 5-so'rovi bo'yicha 1354 ham 1359-yillarda Arslanlar saroyida tuzganlar. Haligi fontan tugarak basseyn siman ishlangan. Fontanni mermerdan 12 arslan qamab olgan. Birinchi yillarni bu arslanlar oltin suv tusda bo'lganlar. Ammo yillar o'tgan sayin ularning tuslari shiga borgan. Arslanlarning 12 bo'luvi 12 oyni xatirlatgan. Fontanga kelgan suv tugal bir vaqtda oqa turgan bo'lgan. Har soat sayin bir arslan og'zidan suv oqqan. Fontanning ishlavi bugungi kunga qadar saqlangan do'stlarim. Bu eskitkish qurilmaning bir qiriyinda fontanning maturligi, arslanlarning kuchi turunda Ibn Zamraq ismli kishi she'rda yozib qoldirgan. Bolalar, sizning fontan yasab qaraysiz kelami? Nindi fontanlar yasar edingiz? Ular narsaga o'xshagan bo'lar edi? Zangor suva. Yaxshi, Züberjet. Тоже zangor suva. Yaxshi. Rasmlarimizni yasar oldindan menim sizga 9-asrda yashagan Musaning ullari Abu Jafar Muhammad, Ahmad ham Al-Hasan turunda söylab o'tasim kela. Haligi bir tug'anlar aqlli qurilmalar turunda kitoblar yozganlar. Bu kitobda fontanlarning tuzilishi, suvni turli formada og'izib bo'luvi turunda yozilgan. Musaning ullari suv og'imining 3 formasini taqdim etganlar. Ya'ni bir fontanning suv og'imi 3 turli formaga kira olgan. Birinchisining ismi qalqon, ikkinchisining ismi sungi, ham uchinchisining ismi liliya deb atalgan. Fontanning eng qiziq formasi sungidan qalqonga aylanuvi bo'lgan. Do'stlarim, sizning chet illardagi fontanlarni ko'rasiz kelami? Ayda güzeli ularni qarab olaylik. Do'stlarim, Dubay shaharining o'zagida mana shunday matur muzikal fontanlar ko'rishga bo'ladi. Endi bunisi Ispaniyaning plyajida. Shunday matur suvlar oqib tura ko'rasizmi? Endi Bu volшебникlar. Tılsımlı kran. Do'stlarim, endi bu qayda deb o'ylaysiz? Koreyaning Seul shaharida. Durust, Koreyaning Seul shaharida. Olg'a toba. Endi bunisi qayda? Buyuk Britaniya. Buyuk Britaniyaning Sunderland shaharida o'rnashgan. Bek matur, shulay bil. Sizning borasiz kelami chet elga? Bek yaxshi. Do'stlarim, ayda güzeli sizning bilan birgalashib fontanlar yasab qaraymiz.
Әзірсізме? Әйе. Алайса кеттік. Дусларым, мен сізге альбомнар алып келдім. Қазір енді біз сіздің білән матур фонтаннар ясап қарарбыз. Кім өзінің фонтанын нешік етіп көз алдына кетіре екен? Сіз әзірме? Әйе. Әйдәгіз, башлайбыз. Әфәриннәр, дусларым, сіздің шундый матур рәсімләр килеп шыққан. Әйдәгіз әле қарап алайық. Бик яхшы, Зиннур. Әфәрин, қайда? Зүбәржәт, синекіндә инде йөрәкләр бик матур килеп шыққан. Сіздің рәсімләрігіз бик яхшы килеп шықты. Тырыштығыз. Киләчәктә дә сезнең хыялларыгыз шыңга ашыр дип өметләнеп калам. Бик зур рәхмәт катнашканыгыз өчен. Киләсе тапшыруларда да сезне кунакка көтеп калам. Киләсезме? Әйе. Бик яхшы. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.